metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Bizda kech bo'lishiga qaramasdan Skoda Kodiaq mashinasini qo'yganmiz. Bu mashinamizga 65 talik silindrli balon o'rnatib berdik. Beloruskiy balon termotrubkalar bilan zapaskasi ingichka bo'lgani uchun bunga tabletka bilan tushmaydi. Onun uchun signal peretka qilishga to'g'ri keladi. Oldi qismiga ham GD ham MP motor bo'lgani uchun bu mashinamizga 2 xil miya. Yevropa gaz injektor Due miyasidan foydalanganmiz. Ikkinchi miyamiz MP uchun, bu GD uchun. Farsunkamiz Dakota farsunkasi 2 ohmli. Reduktorimiz Nordic XP reduktor. Farsun Anarazi filtr original xomutlarda italyanskiy fakmechlardan foydalanganmiz. Skoda Kodiaq mashinasi. Ustamiz mana, usta bobo. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Skoda Kodiaq mashinasi. Bu mashinamizga $850 ga stanovka qilib beryapmiz. Hamma narsasi ichida original zapchastlarda.